X3 mashinasini avtomat korobkasini yechib olganmiz. Sinib ketgan. Bunda jicha sporli holat bo'lyapti. Mana maytlari sinib, mashina oldiga vang'illab joydan olib qo'ygan. Bu mashina korobka yog'ini almashtirgan kirgan, yog'ini almashtirgandan keyin уже bir 50 kilometr yurgandan keyin shu holatga tushgan. Egalari yog'dan deb yog'chi bilan jicha tortishgan. Ular endi o'zi sinib ketaversin, plastmassa vajniy emas. Lekin mana bu joyi hech qachon bir yog'ni boshqa yoq quyib qo'ysa yo bir o'rtacha yoq quyib qo'ysa, bu joy sinmaslik kerak o'zi asli. Bu yog'dan emas, o'zicha unaqa qalin ham bir baquvvat joy ham emas. Bu narsada bu mashinada eskitdan D'ga drive urganda ozgina touch bilan jiradon holat bo'lgan. Shuning uchun nagozga tushib oxiri sinib, boshqa sanalar yirtilib, o'sha joydan siljishi qiyinlashib qolgan. Yog' almashtirgandan keyin shunaqa holat bo'lsa, hech qachon bu yog'dan ko'rish ahmoqlik u, yog'dan bo'lmaydi. Bu o'zi eski kasali bo'lgan, sinib bo'lgan, oxiri o'sha vaqt soati yetib buzilgan.